Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi mavzumiz davlat va huquq asoslari fanidan davlat ta'lim standartlari, ta'lim bosqichlari, davlat va huquq asoslari fanining me'yoriy huquqiy asoslari deb nomlanadi. Demak, mazmunan bu nazariy xususiyatga ega bo'lgan ma'ruza shaklidagi dars ekanligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mavzumiz rejasi 4 qismdan iborat. Demak, birinchi qismida umumiy o'rta ta'limning davlat va huquq asoslari fani o'quv dasturi. Ikkinchi rejamiz davlat va huquq asoslari fanining me'yoriy huquqiy asoslari. Uchinchi rejamiz davlat va huquq asoslari fanining o'qitilishi. To'rtinchi rejamiz davlat va huquq asoslari fanining davlat ta'lim standartlari, ta'lim bosqichlari masalalariga to'xtalamiz. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Davlat va huquq asoslari fanini o'qitishning 3 ta asosiy maqsadi mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Birinchidan, huquqiy bilimlar berish orqali o'quvchilarda huquqiy ong va huquqiy tafakkurni shakllantirish. Ikkinchidan, o'quvchilarda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, ularda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish. Uchinchidan, o'quvchilarda tayanch huquqshunoslik faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Keyingi slaydimiz. Davlat va huquq asoslari fanini o'qitishning ikkita asosiy vazifasi bo'lib, bular quyidagilardan iborat. Birinchidan, o'quvchilarda konstitutsiyaviy burch, majburiyatlarni bilish va ularga rioya qilish ko'nikmasini hosil qilish. Ikkinchidan, o'quvchilarda o'z xatti-harakatlarini belgilangan me'yorlar doirasida tartibga solish va boshqara olishni tarbiyalashdan iborat. Umumiy o'rta ta'limning davlat va huquq asoslari fani o'quv dasturi mazmuniga nazar tashlaydigan bo'lsak, mundarija quyidagi qismlardan iborat. Demak, unda avvalo tushuntirish xati borligini ko'ramiz, ya'ni darslik mazmuni, undagi asosiy masalalar, o'ziga xosliklar nimadan iborat ekanligi ochib berilganligini ko'ramiz. Undan keyin davlat va huquq asoslari fanini o'qitishga qo'yiladigan talablar mazmuni bilan tanishish mumkin bo'ladi. Keyingi o'rinda esa davlat va huquq asoslari fanining mazmuniga qo'yiladigan talablar. Keyingi o'rinda o'quvchilarning o'quv natijalarini baholash va monitoring qilish masalasiga e'tibor qaratilgan va yakunida darslikda foydalanilgan resurslar nimadan iborat ekanligi bilan tanishib olishimiz mumkinligi belgilangan. Mazkur o'quv dasturi quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi. Avvalo, davlat va huquq asoslari o'quv fani bo'yicha o'quv dasturi fanni o'qitish natijalari asosida tuzilganligi bilan, o'quv soatlari saqlangan holda o'qitiladigan mavzular kamaytirilib, o'quv dasturi ixchamlashganligi bilan, 8-11 sinflar bo'yicha o'quvchilar egallashlari lozim bo'lgan malaka talablari belgilab berilganligi bilan, mavzu nomlari ijodiy yondashgan holda umumiy mazmunni ifodalangan tarzda ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi. Davlat va huquq asoslari fanni me'yoriy huquqiy asoslari quyidagilardan iborat ekanligiga e'tiborimizni qaratamiz, hurmatli hamkasblar. Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat va huquq asoslari fanning eng muhim huquqiy asosi ekanligi. Konstitutsiya davlatning siyosiy tizimini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, davlat organlarining tuzilishi va funksiyalarini belgilaydigan organ ekanligi asoslab beriladi. Undan keyingi o'rinda O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunida belgilangan muhim masalalar, davlat dasturlari va qarorlar, ta'limga oid barcha me'yoriy huquqiy hujjatlar, shu jumladan o'quv dasturlari, fan dasturlari va o'quv rejalarining normativ huquqiy asoslari orqali fanning me'yoriy huquqiy asoslari belgilanganligini ko'ramiz. Davlat va huquq asoslari fanini o'qitishda samarali pedagogik metodlarni qo'llash muhim hisoblanadi. Ulardan ayrimlari bu slaydimizda ifodalangan. Birinchi usul albatta bu an'anaviy darslar bo'lib, bunda darsning asosiy qismini o'qituvchi tomonidan ma'ruza shaklida tashkil etiladi. Bu usul o'quvchilarga nazariy bilimlarni olishga yordam beradi. Demak, bu avvaldan bo'lib kelgan
Shu bizni nazariy xususiyatga ega bo'lgan usulimiz. Ikkinchi usul interaktiv darslar va seminarlar shaklida bo'lib, bunda o'quvchilarni jamoaviy muhokamalarga jalb qilish orqali huquqiy masalalar bo'yicha fikr almashish va tahlil qilish o'rgatiladi. Uchinchi usul amaliy mashg'ulotlar shaklida bo'lib, o'quvchilarga huquqiy tizimda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va turli huquqiy holatlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga erishish ko'zda tutiladi. To'rtinchi usul huquqiy tahlil va qonunlar bilan ishlashni nazarda tutuvchi band bo'lib, bunda o'quvchilar huquqiy hujjatlar bilan ishlashni, turli normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilishni va ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Ushbu slaydimizda davlat va huquq asoslari fanidan davlat ta'lim standartlari ta'lim bosqichlari ifodalanganligini ko'ramiz. Demak, 8-sinf bitiruvchilari A1 darajasiga mos fanni o'rganishni boshlang'ich darajasidagi bilimlarga ega bo'lishi, 9-sinf bitiruvchisi A2 darajasiga mos fanni o'rganishning tayanch darajasi bilimlariga ega bo'lishi, 10-sinf bitiruvchilari fanni o'rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasidagi bilimlarga ega bo'lishi, ya'ni A2+ darajasi va 11-sinf bitiruvchilari B1 darajasida bilishi kerakligi. Ya'ni huquqshunoslik fanini o'rganishning umumiy darajasiga ega bo'lishi kerakligi nazarda tutiladi. Bu mavzuning amaliy mashg'ulotlar qismida ana shu davlat ta'lim standartlari ta'lim bosqichlari tarkibidagi masalalar mazmuniga mos guruhlar ishi ko'rinishidagi amaliy mashg'ulotni tashkil etish orqali biz ko'proq natijaga erishishimiz mumkin. Ya'ni o'sha guruhlar ishida yuqorida keltirilgan har bitta darajani mazmuni, mohiyati nimadan iborat ekanligini ochib berishga ko'proq erishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bunda 4 ta guruhga mos huquqiy ongga ega bo'lish kompetensiyasi va huquqiy madaniyatli bo'lish kompetensiyasi masalalarga mazmuni ifodalangan bo'lib, bularni har bir guruh ishtirokchilari jamoaviy ishni tashkil etish orqali ijodiy yondashgan holda biror pedagogik metodni qo'llagan holda chiqishlar qilish orqali ifodalaydilar. Keyingi slaydimizda davlat ta'lim standartlari bosqichlari kengroq ochib beriladi. Ya'ni huquqiy ongga ega bo'lish kompetensiyasi nimadan iborat? A1 darajasida konstitutsiya, davlat, huquq, burch, majburiyat, fuqaro, inson, qonun, axloq, odob kabi huquqiy tushunchalarning mazmunini tushuna olish bilan belgilanadi. Huquq va huquqqa zidlik haqida ma'lumot bera oladi. Axloq va huquq qoidalarini biladi. Bola huquqlari, voyaga yetmaganlik, mehnat huquqi, oila huquqi, fuqarolik huquqi kabi tushunchalarning mazmunini bila oladi. A2 darajasida, hurmatli hamkasblar, jamiyat, davlat va huquqning paydo bo'lishi, huquqbuzarlik va ularning belgilari haqida ma'lumot bera oladi. Inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va burchlarini biladi. Hokimiyat va uning bo'linish prinsiplari, belgilari, fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat va uning asoslarini tushuntira oladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik, mehnat, ma'muriy va jinoyat qonunchiligida belgilangan voyaga yetmaganlarga oid huquqlarni va cheklovlarni biladi. O'zbekiston Respublikasining protsessual qonunchiligida belgilangan voyaga yetmaganlarning huquqlarini biladi. Huquq sohalari haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Huquqiy voqea va hodisalarni idrok qiladi, tushunadi va tushuntirib bera oladi. Kundalik faoliyatida vujudga keladigan turli vaziyatlarni huquqiy jihatdan to'g'ri baholab, maqbul qarorlar qabul qiladi. Hurmatli hamkasblar, mana ko'ryapmiz. Demak, huquqiy ongga ega bo'lish kompetensiyasida ko'proq nazariy mazmundagi bilimlarni o'zida mujassamlashtirilishi o'quvchini ko'zda tutiladi. Hurmatli hamkasblar, demak A2+ darajasidagi huquqiy ongga ega bo'lish darajasiga o'tamiz. Bunda o'quvchi huquq manbalarini biladi, voyaga yetmaganlar bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarning huquqiy asoslarini tushuntira oladi. To'g'rirog'i, huquqiy voqea va hodisalarni idrok qiladi, tushunadi, tushuntirib beradi.
B1 darajasiga o'tamiz, hurmatli hamkasblar. Demak, B1 darajasida jamiyat, davlat, huquq sohalari normativ huquqiy hujjatlar mohiyati va belgilarini tushuntira oladi. Xalqaro umumiy e'tirof etilgan konvensiyaning mazmun mohiyatini tushuntirib bera oladi. Davlat organlari va muassasalarga murojaat qilish tartibi va qoidalarini biladi. Tanlangan kasbining huquqiy asoslari haqida ma'lumot bera oladi. O'z kasbiga oid normativ huquqiy hujjatlar bilan ishlashni biladi. Keyingi slaydimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yerda mana quyida keltirilgan ma'lumotlarda davlat ta'lim standartlarining bosqichlari huquqiy madaniyatli bo'lish kompetensiyasi misolida keltirilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, huquqiy madaniyat huquqiy ongdan yuqorida ta'kidlab o'tdik. Huquqiy ong nazariy xususiyatga ega bo'lgan bilimlarni o'quvchi o'zida mujassamlashtirganligi bilan farqlanadigan bo'lsa, huquqiy madaniyat ana shu nazariy bilimlarni ijtimoiy hayotni turli jabhalarda qo'llay olishi bilan farqlanadi. A1 darajasiga o'tamiz. Axloq va huquq qoidalariga amal qiladi. Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida belgilangan huquqlarni hurmat qiladi. Huquqiy ko'nikma hosil qiladi. Huquqiy masalalar yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda kichik maishiy bilimlarni tuza oladi. A2 darajasiga o'tamiz, hurmatli hamkasblar. Bu yerda demak, voyaga yetmaganlarga oid qonunchilikda belgilangan me'yorlarga rioya etadi. O'quvchilarning ongi va tafakkurida inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq, burch va majburiyatlarga rioya qilish refleksi shakllanadi. Demak, kundalik faoliyatda uni qo'llay oladi. O'z xatti-harakatlarini huquq talablariga moslashtiradi. Qonunchilikda belgilangan tartibda o'z huquq va manfaatlarini himoya qila oladi. Korrupsiyaga qarshi toqatsizlikni namoyon eta oladi. Demak, hurmatli hamkasblar, ko'rib turganimizdek, huquqiy madaniyatda o'sha olgan bilimlarni ijtimoiy hayotda qo'llay olish ko'nikmasini ifodalanganligi bilan farqlanishini biz ko'ryapmiz. Hurmatli hamkasblar, huquqiy madaniyatga ega bo'lishni A2+ darajasi nimalarni o'zida mujassam etganligiga e'tibor qaratamiz. Huquqiy qoidalarni bajaradi, huquqiy munosabatlarda ishtirok etadi, huquqiy voqea va hodisalarga munosabat bildirishda huquqiy madaniyatini namoyon eta oladi. B1 darajasidagi huquqiy madaniyatni ifodalashi nimalar bilan ko'rinishini biz ko'rib o'tamiz. Demak, B1 darajasida fuqarolik burchlari va majburiyatlarini anglaydi, ularga rioya qiladi, huquq manbalaridan foydalana oladi, o'z huquq va madaniyatlarini, manfaatlarini qonuniy himoya qila oladi, huquqiy voqea va hodisalarga oid to'g'ri xulosa chiqara oladi, korrupsiyaning jamiyat hayotida salbiy oqibat ekanligi to'g'risida tushunchalarni biladi, unga qarshi kurashishga oid huquqiy normalar asosida korrupsiyaga qarshi kurashishni his qila olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Jamiyat va davlat hayotidagi siyosiy jarayonlarda faol ishtirok eta oladi. Huquq va erkinliklar, qonuniy manfaatlarni amalga oshirishda to'g'ri qaror qabul qila oladi. Demak, hurmatli hamkasblar, mana biz huquqiy ongga ega bo'lish nima ekanligini va uni darajasi va uni o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat ekanligini, huquqiy madaniyatga ega bo'lish o'ziga xos xususiyatlari, jihatlari va uni mana shu huquqiy ongni ijtimoiy hayotni turli jabhalarda qo'llay olish nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqdik va men o'ylaymanki, bunga mos bilimlarni o'zimizda mujassamlashtirishga bir qadar ko'proq musharraf bo'ldik. Shu bilan darsimiz yakuniga yetdi. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.